haydovchilik huquqini bermaydi bu sizga. Kim aytyapti shu gapni? Men aytolmas sizga. Men haydovchilik guvohnoma olib yurishga majburmanmi? Yana aytolmassiz yoki ID karta berasiz yoki deyapman haydovchilik guvohnomasini olib yurasiz. Biometrik pasportni Zagring to'g'ri. Hozir mana shu ishlarni olib borayotgan GAI xodimlarini oldiga boramiz. Qizil pasport berib ko'ramiz. Qani rostdan ham buni olmaydimikan hujjat o'rnida yoki oladimikan? Tekshirib ko'ramiz. Charchamak savdolashish. Xizmatingizga xalaqit qilmagan holatda bitta savol bermoqchi edim. Qizil pasport, ya'ni chet elga chiquvchi fuqarolik pasporti 734-qonun bo'yicha qolgan hujjatlarning o'rnini bosmaydi degan hozir ayrim bir xodimlar chiqibdi. Mana shu narsani agar sizga men to'xtatgan jarayonda bersam, hujjatlar o'rnini qabul qilasizmi? Albatta qabul qilamiz. Ba'zi bir tasdiqlovchi hujjat-ku. shunday. Haydovchilik guvohnomangiz ham chiqadi. Mana. Iloji bo'lsa tekshirib ko'rsatsak shu narsani. Beramiz mana. Xolbek Nuriddin Sayfulla o'g'li chiqdi, to'g'rimi? Shunday. Ma'lumotlar chiqdi hammasi. Chiqdimi ma'lumotlar? Operator bitta olib kelib, mana planshetda ham bitta holat ko'rsatak. Kategoriyangiz BS 2032-yil 20-dekabrgacha 6 yil qolgan. Demak, qizil pasportda ham hamma ma'lumot chiqadi. Ba'zi bir xodimlar agar misol bu o'tmaydi deydigan bo'lsa, bu noqonuniy talab qilgan bo'ladi, to'g'rimi? Rahmat sizga, yaxshi xizmat oling. Haydovchi guvohnomasigacha. Ko'rib turibsiz do'stlar, mana inspektor xodimimiz o'zi aytayapti, qizil pasportni bemalol bersangiz bo'ladi. Chunki biz terminda zagran degan so'z yo'q. Bu chet elga chiqishni ruxsat beruvchi biometrik pasport. Aka, charchamang, yaxshi bo'lsa, yaxshi xizmat qiling, charchamang.